Assalomu alaykum, bor-obrochilar. Navbatdagi videoga Urganch tuman rad sentrining markazida yangi qurilgan 5 qavatli binomizning 4-qavatida 3 xona korxonamiz Qorubga xonada sotib chiqdi. Lokatsiyamiz bu tomondan boshlab bu tomondan ochilamiz. Steklo. Xullas zo'r yerda joylashgan. Yana tashqi muhit asosida ham 19 bosh o'tgan. Kallardan tushuntirib o'tsak. Mana ochilamiz. Do'ng'izda ko'rishaymiz. 5 qavatda tashkil topgan. 4-qavatida joylashgan 2 podez. Kadastrlar 100% tayyor o'tiribdi. Berimizin balalı o'yingohlari biz etganmiz. Avtoparkovka endi belə bemalol 20-30 mashina sig'adi. Nari tomondan. Endi obunachilarimiz boram kiyim tushgan ekan. Kanalizatsiyalari, gazlari tez arada taqiladi. O'zini transformatori bor. Ko'chalar ham meni освещениялар qo'yilib o'tilgan ekan. Kamera bilan jihozlangan. Abbosatdagi görüşler mümkün. Yine navigaslarımız xullas. Bir de etibarlar olsa bir de indi. Vesebetli kalaskerli insanlar olsa bu tamamen çıkadı, bu tamamen yine burçat cennet koydu. Biz kürsümüz babede yine atmosferatına karanmayla. Esası linesi 19 marşrut cemiz. Podalı bu her kime bölünge. Mesela 5 hocalık giyin. Svetimizdeki suyumuzni hisoblayishlar qo'yilgan. Mana buni obunachilar 4-qavatga chiqdik. O'ngda chapda o'sha xonadonimizga sotib oltirgan. Endi svetimizdagi böyle 5 hocalıkni avtomatga qo'yib o'tilgan. Yonib turibdi, освещениялар bu yerda. Kirish tomoni o'tib o'tili. Bu ikkisi chap tomonda 3 xona, doğrumuzdagi 1 xona, bularimiz ham 2 xona ekan. Xullas, naq bilan subsidiya birlamchi yo'q. Avtomatga qo'yiladi. Yaxshi alyuminiyadan montaj bo'lgan toklarimiz, oyoq tilaslashga bo'lib qo'yilgan. Cho'rning suvoq o'ng tarafda biz sanujelimiz katta hajmli hojatxona yo'nalishimiz plita bilan bostirgan. Kirish tomoniga o'tadi. Yo'lakcha chapda joylashgan ixchamlida sponni. Birimizden de bam sponni, halatınızı aşağına kılsam bu, aşağına aslanı ne tamamdı bize. Bu mehmanxonamiz, birimizde yine bir xonamiz iş kılıp, 3 xona 75 metr kvadrat. Aşxanası bu, aytib o'tamiz. Gireverishimizde doğrudan xona aşxana. Kanalizatsiyalar montaj bo'lgan, toklari montaj bo'lgan obunachilarimiz. Shunda faqat naq bola varianta yok. Varianta 1 xona 2 xona bo'lsa ham bo'laveradi. Shuning içinde metr kvadrati 5 milyon 500 ming so'mdan obunachilar. Yine ko'chalardan bir kuzatib o'tsak, ko'rinadigan bo'lsa endi ochilsa bu. Rasmda buyum bozor ko'rinib tur. Eğer manzur bo'lsa, aloqa uchun nomerlarimiz 88 530 88 601 70 70 aloqa chiqasiz. Sog' bo'ling.